pavuza ushlab qoldi domla, hayron bo'lib qoldi. Mashalloh deyapti. Mana hozir juma namozidan chiqdim, bir g'alati voqeaga guvoh bo'lib qoldim. Jumada domla e'lon qildilar, tarqalib ketib qolmanglar sunnatni o'qigandan keyin, chunki janoza bor dedilar. Xullas kalom janoza namoziga saf tortildi. Domla so'radilar, mayit egalari bu hoji ona ekan, o'lgan odam. Hoji onani egalari, mayit egalari bormi dedilar. Bu savolni berishdan maqsad mabodo o'sha dunyodan o'tgan odamni qarzi bo'ladigan bo'lsa, birovdan oldi berdi qilgan bo'lsa, shuni kim bo'yniga oladi deb so'rash kerak edi. Shuning uchun kim mayit egalari deb savol berdi. Bu hoji onaning o'g'illari o'sha mayit egasi, ya'ni tashqarida sigaret chekib turgan ekan. Shuni domlaga aytishgan. Endi tasavvur qilaylik, juma masjid to'la odam mayit egasini kutib turishdi. Domla mikrofonda aytdilar. Mayit egalari tashqarida sigaret chekib turgan ekanlar, biz kutib turamiz ularni deb e'lon qildilar mikrofonda. Domla endi bu vaziyatdan foydalanib, shuncha odam kutib turibdi. Ashura kuni haqida ozgincha mavzu qilib berdilar. Aytgancha Ashura kunini bilmaganlar bo'lsa, Muharram oyining 10-kuni roza tutish kerak ekan. Shu videoni tarqatib qo'yinglar bilmaganlar uchun. Bu kun payshanbaga to'g'ri kelar ekan. Payshanbaga, lekin payg'ambarimizning sunnati bor ekan. Bir kun oldin yoki bir kun keyin 2 kun qilib xullas roza tutib qo'yish kerak ekan. Chorshanba va payshanba kuniga to'g'ri kelayotgan ekan. Domla shu narsani aytdilar. Vaqt o'tish uchun, boshqa uchun. Keyin haligi odam keldi. Kelgandan keyin mana keldilar, mayit egasi keldi dedi. Namozni, janoza namozini boshlashdan oldin mabodo mayitni oldi berdisi bo'ladigan bo'lsa, qarzi bo'ladigan bo'lsa, bo'yningizga olasizmi? Kim oladi? desa, hech kim javob bermayapti. Xotga chiqmayapti hech kim. Domla pavuza ushlab qoldi, domla hayron bo'lib qoldi. Mashalloh deyapti. Odamlar bir-biriga qarayapti. Yana so'rayapti, yana savol beryapti. Olmaysizlarmi birontanglar? Men shu payt o'zimga savol berdim-da. Bu mayitni egasi siqilganidan sigaret chekkani chiqib ketganmi? Maqsad shu bo'lganmi? Siqilganini sal bosish bo'lganmikin yoki bo'lmasam domlaning o'sha savolidan qochish bo'lganmikin maqsad? deb o'ylab qoldim-da, hayron qoldim. Odamlar bir-biriga qarayapti-da. Payg'ambarimiz o'qimaganlar. Agar qarzini kimdir bo'yniga olmasa, nima qilay hozir deyapti. Mayit egalari turibdi bir qator bo'lib. Hech kim chiqmadi. Keyin domla aytibdilar. Mayli. Bu insonni hech kim yo'q ekan, bu hoji onani hech kim yo'q ekan. Alloh qabul qilsin, janoza namozlarini o'qiymiz. O'qildi namoz ado qilindi. O'sha hoji ona, dunyodan o'tgan hoji ona qiynalib farzandni dunyoga keltirgandir. To'g'rimi? Farzandlari bor-ku. Qanaqa qilib ona o'lsa-da, farzandlari domlaning oldiga chiqib, "Ey, qarzlari bo'lsa, mana men bo'ynimga olaman. Men ado qilaman, agar kimdir guvoh bo'lib kelsa, mendan falon so'm oluvdilar yoki mana falon narsa oluvdilar desa, men ado qilaman" deya olmasa, bitta farz. Bunaqa voqeani mana men 37 ga kirgan bo'lsam, birinchi marta ko'rishim janozada. Mana shu endi kinolarda ko'rganman-ku, anaqa bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Lekin bo'lar ekan, men o'zim guvohi